Hormanglar, tuzumisizlar. Sizlarga hozir bitta voqea aytib beraman. Dietolog Bayxo'jayeva o'zini ko'rinishi bilan umuman mashhur bo'lmagan, lekin O'zbekistonda rekord o'rnatgan ayol 5 kun ichida 10 kiloga ozdirgan. O'zini sekretlari bilan, ya'ni hech qanaqa dorilarsiz, hech qanaqa kerak emas narsalarsiz shunaqa darajada ozdirganlar. Bu ayol hozir o'zlarini marafonlarini boshlayaptilar. Ertaga 89 mingdan o'rgatadilar. Sizlarga juda zo'r marafon bo'lyapti, qizlar. Обязательно buni qoldirmanglar. Kim sog'lom ozmoqchi bo'lsa, dieta tutmasdan xohlaganini yeb ozmoqchi bo'lsa, men sizlarga Bayxo'jayevani profillarini, silkalarini qoldiraman. Обязательно bu marafonga qatnashinglar. Qanaqa ozdingiz, qanaqa ozdingiz. Sog'lom ozish kerak. Har doim aytaman bu narsani, har doim.